Hozir Qorasuvdaman. Hamidulla og'ani oldiga kelgandim, ish jarayonini tomosha qilishga, lekin bir narsaga amin bo'ldimki, bundan og'a necha yil oldin? 3 yil, 4 yil bo'ldi. 3,5 yil oldin bu yerda inson yo'q edi. Endi hozir buni qarang, ko'plagan odamlarni, shahar ichidagi shaharcha juda ham zo'r. G'ich odam. Bunaqa bo'ladi hech ham o'ylamaganman. Ha, u yoqdagi tarbiya sentrlar, xullas rivojlanish juda zo'r. Bu 12-etajdan tashqarini ko'rinishi. Qorasuv massivi bo'lyapti do'stlar. Zo'r ko'rinish. Chiroyli atmosfera, chiroyli joy. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sudomlarda har doim ikkita lift ishlaydi do'stlar. Podyezdlarda mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Hozir bitta uyda osмотр qilishga kelganmiz, shunchaki ko'rishga sotiladi degan ekan. Bir tomosha qilib chiqamiz. Bu yerda yotoqxona bor, ochiq balkon ham bor. 2 xona 65 kvadrat skvozniy planirovkada. Xo'p, bu yoqda oshxonasi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Juda ham shinam, fayzli xonadon ekan. Uyda hamma narsa holatli deyishyapti. Va bu yerda uyimizda umumiy sanuzeli texnikalar bor va mana bu uyimizda yotoqxonasi. Spalnisi. Mana shu uy 65 kvadrat, 16 qavatli domni 12-qavatida ekan.